ipoteka kiritib olish kerak o'sha bo'yicha degani. ipoteka kiritib olish mumkin. Qayerda ishlaysiz? Maktabda ishlayman. Bizda ipoteka kiritib olish uchun albatta ipoteka kiritib mahsulotlarimizda turlari ko'p. Yangi turar joylarga, ko'p qavatli uylarga yoki yakka uy-joyni remont qilish uchun ham ipoteka kiritlarimiz bor. Qaysi turdan kerak bo'lsa, uyda daromad birinchi navbatda tarixda ijobiy bo'lsa va daromadlar yetarli bo'lib hujjatlar bo'lsa, albatta 3 kun muddat ichida ijobiy tavsiflik ajratib beriladi. Buning uchun biz pastdagi fond o'sgan mutaxassislarga murojaat qilamiz. Yana shu bankning mijozi 302 qaror ham prezidentimiz qarori hisoblanadi. Bu bo'yicha Jarqo'rg'on tumanining 2-toifasidan kelib chiqqan holda yillik foiz stavkasi 20% dan aylanma mablag' uchun yoki bironta ishlab chiqarish yoki ta'lim soliq uchun ham ajratiladi. Aylanma mablag' uchun albatta bu yo'nalishda ham bor. Bir yil kamida bizdan beri faoliyat yuritayotgan mijoz, ya'ni yuridik shaxs korxonangiz yoki tashkilotingiz bo'lsa, shu hujjatlarni mahallaviy bo'limdagi xodimlarga murojaat qilib taqdim qilasiz. Qonuniy tartibda ko'rib chiqarib, hujjatlaringiz tartibga to'g'ri kelsa, albatta ajratib beriladi. necha kunlar bo'ladi? 3 kun ichida. Rahmat.